Jizzax viloyatida umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o'qitilishini tubdan takomillashtirish, o'qituvchilar kasbiy faoliyatini rivojlantirish masalalari yuzasidan soha mas'ullari ishtirokida tadbir o'tkazildi. Sog'lom hayot, jismoniy faollik, professional sport sari dadil qadamlar asosan maktabdan boshlanadi. Ilmli, dunyoqarashi keng, vatanparvar, chempion avlodni tarbiyalashda bugun maktablar oldiga qo'yilayotgan vazifalar katta. Davlatimiz rahbarining umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o'qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bu boradagi sa'y-harakatlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Hududlarda ilg'or tajribalar shakllanyapti. Jizzax shahrida sport hamda maktabgacha va maktab ta'limi vazirlari, viloyat mas'ullaridan tortib 560 ta umumta'lim, shuningdek sport maktablarining qariyb 1,5 mingga yaqin jismoniy tarbiya o'qituvchilari, murabbiylar ishtirok etdi. Prezidentimizning Olimpiya va Paralimpiya harakati ixtisoslashtirilgan va ommaviy sportni yanada rivojlantirish, aholining jismoniy faolligini oshirishga qaratilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash, aynan jismoniy tarbiya fani darslarini samarali tashkil etish masalalari kun tartibida bo'ldi. Bizga berilgan vazifa mana shu o'qituvchilar yordamida bor imkoniyatdan foydalangan holda sport to'garaklarini rivojlantirish, 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan yosh o'quvchilarni to'laligicha sportga qamrab olish maqsad qilindi. Bizning tizimimiz mana shu yo'nalishda asos hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim yoshidan boshlab to bitirib ketgunga qadar o'quvchilarni sportga hozirdan oshno qiladigan bo'lsak, albatta kelajakda sog'lom avlod, sog'lom genofond va eng asosiysi sog'lom millat yuzaga keladi. Soha mutasaddilarining hamkorlikdagi faoliyati, qo'shma dastur va yondashuvlar haqida so'z bordi. Muloqotda ta'kidlanganidek, jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari uchun o'quv metodik qo'llanmalarni tayyorlash, ular safiga mahoratli sportchilarni jalb etish, malaka toifasini berishning yangi tizimini ishlab chiqish, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida maktablar qoshida sport klublari faoliyatini yo'lga qo'yish ustuvor. Pedagoglarning bilim darajasi va kasbiy mahoratini aniqlash bo'yicha milliy baholash tizimini joriy etish, o'quvchilarning musobaqalardagi ishtirokini ta'minlash, umuman sport bilan qamrab olinganlik darajasini aniqlash yuzasidan reyting tizimini joriy etish ham rag'batlantiruvchi choralardan, deydi so'z olganlar. Endilikda maktablarda, ya'ni jismoniy tarbiya o'qituvchilari o'zlarini ana shu sport to'garaklari orqali o'quvchilari sport turlarida ma'lum bir natijalarga erishadigan bo'lsa, ularni toifalari o'quvchilarning o'rniga qarab birinchi oliy toifali o'qituvchilar sifatida sertifikatlash tizimi ham bugungi yig'ilishda alohida mavzu sifatida aytib o'tildi. Har bitta sport maktablari, har bitta umumta'lim maktablar jismoniy tarbiya o'qituvchilari bilan uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish, ular bilan har bir yo'nalishlar bo'yicha sport klublarini rivojlantirish hamda umumta'lim maktabidagi o'quvchilarni jismoniy nazoratlarini olish. Bunda albatta bizda uzviy hamkorlikda keng ko'lamli ishlar bajarilishi bizga vazifa qilib qo'yildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, sport turlari bo'yicha yaxshi natijalarga erishgan o'quvchilardan iborat jamoalarni shakllantirgan holda xalqaro musobaqalarga yo'naltirish ham iqtidorlar seleksiyasi, motivatsiya, sport targ'iboti yo'lida munosib yechimlardan bo'ladi. Taklif va tashabbuslar asosida biz aynan Sirdaryo viloyati hamda Jizzax viloyati hamkorligida turli xil sport musobaqalarini tashkil etish, ayniqsa o'sha Zomin tumanida joylashgan Lochin bolalar sog'lomlashtirish oromgohi negizida aynan ikki viloyat o'quvchilari o'rtasida bir do'stlik uchrashuvlarini o'tkazish tashabbusini berilgani ham bu juda yaxshi yangilik bo'ldi. Viloyatning tuman studiyalaridan ishtirok etgan mas'ullar, jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari prezident qarorlari ijrosini ta'minlash yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildirib, yangi taklif va tashabbuslarni ilgari surdilar.